Ey Allohning habibi, tosh urganda juda og'riydi. Qovushlaringiz qonga to'lib ketibdi. Nima qilib tashiy bu sizni tosh bo'ron qilayotganlar? Buyuring yer bilan yakson qilib tashiyman hozir deganda, "Yo" dedilar. Ey Jabroil alayhissalom, siz meni payg'ambarligimni bilasiz-ku? Aha. Ha bular bilmaydi-ku. Ha buni qilib tashlasam ertaga qotil payg'ambar bizning otalarimizni o'ldirib yuborgan deb aytmaydimi? Menga Alloh sabr bersin, Alloh himoya qilsin deganlarda voy dodvordilar Hazrati Jabroil alayhissalom. Men payg'ambarlar kelib mana shunaqa azob, uqubat ko'rganda to'fon balosiga giribtor qilib yuborgan shamol olib ketsin, qo'tir kasalga mubtalo bo'lib yo'q ketsin deb payg'ambarlar qarg'agan, men shu ish qilgandim. Voy shunaqa sabrliyimisiz? Bekorga Alloh taolo sizni habibim demagan ekan. Allohning rahmatlari bo'lsin. Ey rahim shafqatli ulug' zot deb Hazrati Jabroil janob Rasulullohning bag'rlariga olib muborak qilgan ekanlar.